2026-yil 3-yanvar tongida Amerika qurolli kuchlari Venesuelaning poytaxti Karakas va boshqa hududlarida katta miqyosli harbiy zarbani amalga oshirganini e'lon qildi. Portlashlar poytaxtda va atrofdagi hududlarda eshitildi. Armiya bazalari va strategik obyektlarga zarbalar berildi. Hozircha mavjud ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, detal qurollari, modellari, qaysi turdagi raketa va samolyotlar bilan hujum qilingani haqida rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlar hali e'lon qilinmadi. Muhimi shundaki, Amerika Qo'shma Shtatlari bunday operatsiyalarda odatda tez, uzoqdan va aniq zarba berishga mo'ljallangan zamonaviy qurollarni ishlatadi. Bunday qurollar odatda ko'p maqsadli qiruvchi samolyotlar, radarlarga kam ko'rinadigan zamonaviy texnika, ya'ni F-22, F-35 yoki Super Hornetga o'xshagan qurollarni ishlatadi. Bu kabi samolyotlar qisqa vaqt ichida harbiy bazalar, radarlar tizimlari, aerodromlar, qo'mondonlik markazlarini aniq zarbalar bilan yo'q qilishga mo'ljallangan. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyani qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Raketa turlariga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy doktrinasining muhim qismi shundaki, o'zi xavfsiz masofada turib zarba berish. Shu sababli bunday hujumlarda ko'pincha qanotli raketalar qo'llaniladi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump hujumni katta harbiy amaliyot deb ta'riflab, Venesuelaning uzoq yillardan beri rahbari bo'lib kelayotgan Nicolas Maduro va uning xotinini qo'lga olgani va ularni mamlakatdan olib chiqilganini ma'lum qildi. Venesuela hukumati bu harakatni harbiy agressiya deb atab, milliy favqulodda holat e'lon qildi hamda xalqni harakatga chaqirdi. Nega Trump Venesuelaga hujum qildi? Amerika hukumati Venesuelani ko'p yillar davomida narkotik kartellar bilan aloqadorlikda, buyrug'i bilan noqonuniy giyohvand moddalar AQShga kirib kelishida ayblagan. Trump ma'muriyati bu narkotrafikka qarshi kurashishni asos qilib, avval dengizdagi giyohvand moddalar tashuvchi kemalarni nishonga olgan. Pentagon Venesuelaning neft sohasiga qarshi sanksiyalar qo'ydi. Tankerlarga blokada o'rnatildi va madaniy yetakchilarni qo'lga olishni strategik maqsad sifatida ko'rsatdi. Trumpning asl maqsadi siyosiy rejimni almashtirish bo'lgan. Prezident administratsiyasi Maduroni legitim bo'lmagan lider deb atab, bu bosim, sanksiyalar, diplomatik izolyatsiya va harbiy ishoralar orqali amalga oshirildi. Ko'pchilik tahlilchi va xalqaro ekspertlar Amerika Qo'shma Shtatlari harakatini rejimni o'zgartirishga qaratilgan bosim deb baholamoqda. Chunki bu hujum umuman bevosita, huquqiy asoslarsiz suddan o'tmagan. Maduro va uning hukumati hujumni imperialistik bosqin deb atadi hamda xalqni qarshi turishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashini favqulodda yig'ilish o'tkazishga chaqirdi. Kolumbiya prezidenti ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashini chaqirish tarafdori bo'ldi. Bu voqea mintaqaviy beqarorlikni kuchaytirishi mumkin deb ogohlantirdi. Ba'zi davlatlar va inson huquqlari tashkiloti AQSh amaliyotini keskin tanqid qilib, bu harbiy hujumni xalqaro huquqni buzish deb baholamoqda. Hujum qonuniy asosga ega emasligi va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida xavotirlar ham butun dunyo jamoatchiligi tomonidan ta'kidlanmoqda. Ayni vaziyat hozirda qanday? Karakas va boshqa hududlarda zarbalar davom etmoqda. Portlashlar, samolyotlar uchmoqda, elektr tarmoqlarida uzilish kuzatilmoqda. Bu voqea dunyoviy qonun va mintaqaviy xavfsizlik uchun juda katta ahamiyatga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini xavfsizlikni himoya qiluvchi huquq asosi sifatida ko'rsatgan bo'lsa-da, ko'plab ekspertlar buning qonuniyligi va asossizligi haqida shubhalar bildirmoqda. Bu konfliktning qanday tugashi hozircha noaniq, biroq vaziyat global siyosat uchun jiddiy sinov bo'lishi mumkin.